Assalomu alaykum, ishqibozlar, ko'kachilik biznesi, ya'ni uy sharoitida boqish va aynan shu qushlar bilan shug'ullanayotgan ishqibozlarga video olib, shunda ketayotgan kamchiliklarni va o'zimiz ko'rayotgan yangiliklarni ham tushuntirib o'tamiz. Aka-ukalar, bu kurka jo'jalarimiz ro'ppa-rosa 27 kunlik bo'ldi. Soni 40 ta birinchi partiyani. Bu yerda xonaki joylari, o'zimiz joylari bronza kurkalari, keyin chorniy almaz degan qora kurka jo'jalari. E'tibor berishingiz mumkin. Hozirgi ayrim bir oylik jo'jalardan farqi shu tezroq yetilishi, mana e'tibor beringlar, ancha yirik jo'jalar. Sotilish borasiga kelsak, hali sotilmaydi. Ro'ppa-rosa go'sht vaqtiga yetgandan keyin sotiladi. Ungacha o'zimiz ham ishqibozmiz. Bu blokni yuritishi shu, aynan mana shu soha bo'yicha uy sharoitida jo'jalarni, kurka jo'jalarni o'ldirmasdan yetishtirish. Bu yerda hozirda 40 ta kurka jo'jalarni keyin e'tibor berayotgan bo'lsam, kletkadan valyer qilganman, огородdan to'sib, shu boshqa ekin tikinlarga ziyon yetkazmaslik uchun. Kurkalar tetik, yaxshi rivojlanyapti. Hozircha. Xo'sh, ichida shun bo'yichalik xo'rozlar ko'p. Makiyonlarni bilmayman, lekin xo'rozlarning foizi juda ko'p. Chunki agar xo'rozi kamroq bo'lganda kichkina gavdalari ko'proq bo'lardi. Asosan bu yerda e'tibor bersalaring, hammasi bir xilroq o'syapti. Bu blokni yangi yuritganimiz sababi shu, ya'ni birinchi o'rinda so'rardik, podpiska bosinglar, like bosinglar. Tushunmagan joylaringga, mana endi men ham zo'r parvarish qilmasam ham, lekin 7 yildan beri kurka boqaman. Aynan mana shunaqa ko'p sonlini endi boqishim. Xudo xohlasa bir 200 tacha qilmoqchiman. 200 ta bo'lmasa ham bir 150 talar atrofida. 150 talar qilmoqchiman inshaalloh, niyat bor. Mana shu yerda saqlayman. Mana kletkalar. Endi qo'ldan kelgancha uy sharoitida. Unaqa qimmat rasxod qilingani yo'q. Yem borasiga keladigan bo'lsak, start bilan boqilyapti hozirda jo'jalar. Kechki payt ozgina mana shuni aylantirib turibmiz. Atak boshqa payti kletkasida turadi. Hali bir oylik bo'lgani yo'q. Jo'jalar, e'tibor berishingiz mumkin. Inshaalloh sotuvda, xudo xohlasa, oktyabrning oxirlari, noyabrlarda sotuvga chiqariladi. Bu yil qanday bo'ladi, kurka go'shtining narxi bilmayman. Shu sabab hafta sezdi, ko'rdinglarmi? Mana hafta sezgan uchun hammasi yerga yotib oldi. Nimada to'xtagan edik? Kurkalarni bu yilgi narxini endi o'tgan yil 65 dan berildi, bu yil xudo xohlasa ko'ramiz. 70 dan bo'lishi ham mumkin, chunki go'sht keskin oshdi, narxi 100 mingdan 130 gacha ko'tarildi. Yangi yilgacha bilmayman yana qancha bo'ladi. Xudo xohlasa mana shu kurkalarimizni sotuvga qo'yamiz, faqat hali emas. Vaqt soati kelganda. Videolarimizni kuzatib boringlar. Endi so'z boyligim uncha zo'r bo'lmagani uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Bu sohada aynan men noldan yurganim yo'q. Kamchiliklar bo'lsa aytasizlar. Xudo xohlasa videolarni bo'lishib,
yangiliklarda bo'layotgan boqib jarayonlarini videoga olib ko'rsatib boramiz. Bu yoqda onalari keyin otasi bitta ikkitasiniki bo'lishi mumkin. Asosan otasi bu bronzamiz emas. Ko'rishlar mumkin. Kurka xo'roz hozirda 10 kilo vazni bor shuni. Joylari bronza. Yonidagi makonlar asosan bu jo'jalar, mana qora kurka jo'jalari. Chorniy almaz degan zot bo'ladi. Uni xo'rozini sotini olgandan keyin so'yib o'rganman. Qolgani shularni bolalaridan. Ko'ryapsizlar, qanday jo'jani chiqishtirmaydi. O'tgan yili bunaqa holat yo'q edi. Kuzatishingiz mumkin. Mana shunday holat. Sheriklarni yo'qotib qo'ygan uchun mana shunday ovoz chiqaradi. Buni chiqarib olishimiz kerak bu yoqdan. Xullas shunaqa gaplar. Bu yerda kurklar ham bor. Kurk pastda yotibdi, tepadagi ochib bo'lgan. Tuxumi tagida yo'q bo'lsa ham baribir yotib olgan endi. Xabarlar bor, kurka boqqanlar biladi. 3 martagacha kurk bo'ladi. Endi men prosta qiynamadim. Ikkinchi martasiga ochirib, shularni keyin tagiga qo'ymadim. Baribir tepaga chiqib yotmoqchi bo'lyapti. Bronzani makoni bu. Boyagi bronza jo'jalarning onasi, chunki aynan bu bronzadan menda bittagina makon bor. Qolgan hammasi chorniy almaz makonlari. Xo'sh. Videolarimizni kuzatib boringlar. Like, podpiska kutib qolaman. Inshaalloh hammasini chiroyli olib borishga harakat qilaman. Yangiliklar bo'lsa, tushunmagan joylaring bo'lsa, Xudoga shukr, mana ochilganda 0 dan birinchi kunlikni o'ldirmasdan, nobud qilmasdan katta qildik. Inshaalloh bundan buyog'iga ham chiroyli bo'ladi hammasi. Rahmat, sog' bo'linglar.